Farzandlarimiz dunyo yoshlari bilan raqobatlasha oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi huzuridagi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi farmoniga binoan hamda ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etishga yagona yondashuvni shakllantirish, ushbu maktablar tarmog'ini kengaytirish, moddiy texnika bazasini mustahkamlash hamda ta'lim jarayoniga malakali rahbar va pedagog kadrlarni jalb qilish, iqtidorli yoshlarni aniqlash, tanlash, o'qitish va tarbiyalash tizimini takomillashtirish maqsadida tumanimizda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi tashkil etilgan. Hozirgi kunda maktabda 420 nafar o'quvchi ta'lim, tarbiya olmoqda. Ularga 41 nafar malakali o'qituvchilar dars bermoqda. O'quv jarayoni xalqaro ta'lim dasturlari asosida tayyorlangan. Zamonaviy darsliklar asosida olib borilishi ta'minlangan. O'quvchilar xorijiy tillarni mukammal o'zlashtirish uchun zarur shart-sharoit va ta'lim muhiti yaratilgan. Mazkur jarayonga xorijiy hamda mahalliy pedagog kadrlarni jalb qilish yo'lga qo'yilgan. Sun'iy intellekt, robototexnika, agrotexnologiya, biotexnologiya, IELTS va SAT, shaxmat bo'yicha qo'shimcha kurslar tashkil etilgan. O'quvchilarning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda asosiy o'quv dasturlari bilan birgalikda sinfdan tashqari kasbga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish yo'lga qo'yilgan. 10 va 11-sinf o'quvchilariga yaqin hududlarda joylashgan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarida amaliy mashg'ulotlar o'tkazish tartibi joriy etilgan. Ta'lim va tarbiya jarayonlariga vatanparvarlik ruhi, milliy g'urur va iftixor, o'z xalqiga muhabbat va sadoqat, O'zbekiston tarixi, ilmiy, ijodiy hamda ma'naviy ma'rifiy merosga hurmat, o'zlikni anglash, mehnatsevarlik va mas'uliyatlilik, qat'iyat va shijoatlilik g'oyalari singdirilishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'quvchilarni O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun mohiyati va yoshlarga qaratilayotgan shart-sharoitlar chuqur anglaydigan, har jihatdan raqobatbardosh, keng dunyoqarash, mustaqil fikr va intellektual salohiyatga ega bo'lgan shaxs sifatida tarbiyalash uchun ta'sirchan pedagogik texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan. Maktab 3 yil ichida ko'plab yutuqlarga erishdi. Fan, agentlik olimpiadalari hamda turli tanlovlarda ijobiy natijalarga erishildi. Shundan 2 nafar o'quvchi respublika bosqichida, 20 nafarga yaqin o'quvchi viloyat bosqichida, 30 nafarga yaqin o'quvchi tuman bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Maktab bo'yicha 68 nafar o'quvchi milliy sertifikat, 13 nafari xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritdilar. 11-sinf o'quvchilaridan 4 nafari chet elda joylashgan nufuzli universitetlarda o'qish uchun grantlar yutib olishdi. 2026-yil Chirchiq shahridagi quruqlikdan qo'shnilar institutiga o'tkazilgan Turon yo'lbarslari harbiy sport musobaqasining respublika bosqichida mazkur maktab o'quvchilari g'oliblikni qo'lga kiritdilar. 2024-2025 o'quv yilida maktab ekomaktab sifatida ro'yxatdan o'tdi hamda keyingi 7 bosqichini amalga oshirmoqda. Ushbu amallarni muvaffaqiyatli bajarayotgandan so'ng maktab Yashil bayroq mukofotiga ega bo'ladi. Yashil bayroq mukofoti bu maktablarning barqaror turmush tarzini rivojlantirishga sodiqligini tasdiqlovchi nufuzli ekologik belgidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 1-apreldagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish va ularning faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan chet tilini bilish bo'yicha kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan mos darajadagi xalqaro sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilar tomonidan fanlarni chet tilida o'qitish amaliyoti rejalashtirilgan. Matematika, fizika, kimyo, biologiya, tabiiy fanlar, informatika va axborot texnologiyalari fanlaridan darslarni chet tilida olib borish bo'yicha keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Maqsad dunyo yoshlari bilan raqobatlasha oladigan yoshlarni yetishtirish.